Hammaga assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan Zaik Boyslarni yangi videoda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun ko'pchilik Raft Survival'da birinchi qismini o'ynagan. Bu juda ham qiyin ikkinchi qismi. Biz ikkinchi qismida yashab qolishimiz kerak. Mana bu narsalarni olamiz. To'xta, Pixjon hozir ko'rsaman. Bu Raft Survival'da juda zo'r. Obunachilar, videomizdan oxirigacha ko'ringlar. Bu kartani ko'rmagansiz, qaranglar. Mana ko'rishlarim mumkin. Mana kitobda nimalar borligi, daraxtni o'stirib nimalar qilishimiz mumkinligi. Bu narsalarga Pixjon zo'r tushunganligi uchun Pixjonga topshiraman bu narsani. Pixjon, mana bu narsani olsan, sen o'zing Oho, bo'lishinarli. Keyinchi daraxtlarni o'stiramiz. loy daraxt balobatda daraxt o'stirish uchun kerak narsa ekan. O daraxt Baliqdan o'stir. o'g'it terlasa bo'lar ekan. To'xtay. Baron ekan-ku biz aytib, ya'ni bu nima deydi Pix men qara. Silver. Pix pastda qayg'am. Ana yerda ana bor ekan. Olib kela olmaysanmi? Ana ularni tashlab akulani oldida. Sunduklarda zo'r narsalar bo'ladi. Pixjon sunduklarda. Agar olib kelsang. Hozir. Bo'lmasam ana bilan boramiz. Yerda tagida okeanga narsalar ham bo'lar ekan. Pix, если что. Ana akulalar uchun o'g'it, bug'it, tosh bo'sh. Yexe, bu vashi avtomatik builder esa bo'lar ekan bitta. Obunachilar, Pixjon bilan bugun biz mana shu kartada yashab qolamiz. Iltimos, obuna va like bosinglar. Bu karta juda qiziq, balki sizlarga ham tashlab beraman agar yaxshi qo'llab-quvvatlasangiz. Eshak. Pix, qara. Endi Dragon portalini sizga bo'lar. Hamma daraxtlarni olaylik, shu yog'och chiqib kichkina qilib suv tagiga qayiqlar bor ekan, inshootlar bor ekan suv tagida. Yaxshi-ku. Boramizda shularga, to'g'rimi? Keyin saplinglarda ham sapling bizga. Yo'q, uning uchun ana qarang Zaik, biza qarorchi birinchi o'rinda akulalarni o'ldirib, uni tuyoqchalardan narsa yesak bo'ladi. Bo'ldi, sapling kerak. Sapling tushmayaptimi? Yo'q, biza avto builder yasasak ham zo'r bo'lardi lekin. Xo'p, do'stlar, menda 5 ta yog'och bor. Mana shularda hozir saplinglar yerga tushib ketmasligi uchun menda bitta ideya bor. Qaranglar, nima qilaman men? Hammasini akula kelyapti. Akula uryapti akalar. Ana, ushlang akula, ketma bilan urib saqlangan, ketma bilan urib turib saqlang. Urobdi iflos. Sapling kerak bizga. Kechasi sapling menda bor-ku. Suvni betiga chiqdi. Suvni betiga chiqdi. Maqta uring. Ketma bilan saqlang yo'q. Saplinglarni olish kerak, Pixjon, sapling kerak bizga. Mana. Halichi ketib. Urdingizmi akulani? Da, akula o'ldi. Bizda kechasi podpishiklar. Mana bu yerlarni kattartirishimiz kerak, sababi saplinglarni ekkan paytimiz kerak. Pixjon ko'proq bizga yog'och kerak, o'shaning uchun maksimal yog'ochlarni bo'ldi. Ajoyib. Bularni yana bir qatordan kattalashtirib chiqaman men. Pixsan aslahalarga bizga Zaikbay, to'xtang. Daraxtlarni oson o'stirish yo'li bor ekanda bizda. Tushunyapsizmi? Tushunyapman. Daraxt hozir o'shani yasab ko'raydimi? Mursley degan narsa ekan. Podpishiklar, qarashsiz qaranglar. Hozir menda ideya bo'yicha mana buni o'sish qiyin. Sababi tepasida mana bunaqa narsa bor, resurs bor. Mana, to'xtang, Mursley degan narsa bor ekan mana. Saplingimiz ko'p bizani. Mana Zaikboy Mursley. Qochinchi? Yer bir olinchi nima bo'larki mana. Mursley qo'ydim mana Zaikboy. Qani yer? Yer qani? Bilmadim, yerni sen bilasan-da. Mana ekan yer. Keraksiz narsalar ko'p. Men bularni tozalab chiqib o'rniga ekib qo'yib o'stiraman, yig'ib chiqish kerak. Pixjon ano yasash kerak, aslaha yasash kerak, toshli narsa yasaylik, instrument. Mana bu. Xo'p, do'stlar, davom etamiz biz. Mana deyarli hammasini oldik. Hozir buni nima qilib berar ekan, shuni o'qiylik-da. Make dirt by filling Mursley which balance items. Xo'p, do'stlar, nimaga o'z o'lib qolaman? Chiq. Hozir nimaga bunaqa qilyapman? Sababi sapling o'sish uchun albatta. Sapling o'sish uchun mana bunaqa qilamiz mana. Juda ba'zilari ko'p ketdi. Короче, qarang Zaifga, biz ham bunaqa narsa yasasak. Xo'sh. Короче, bo'ldi, men o'zi yasayman shunday. Nice. Xo'p, do'st obunachilar, Pixjon, yog'oching bo'lsa berib turasanmi yog'och? Yog'och kerak menga, Pix. Gadoyman. Xo'p. Qarang, qayerga qo'ysam bo'ladi buni?
Manga ber, manga ber. Manga yog'och ber, Pixjon. To'xtang. Ha, lava 3 ta unga lava esse bo'lar ekan, to'xtangda. Foydasi Ishta tegayotgan narsa kerak bizga. May toshda o'sha foydasi tegayotgan narsa. Qani tosh? Toshni qayerdan olamiz hozir? Men o'shani o'ylayapman nima. Xo'p, qara. Kemalarga borishimiz uchun maksimalni yog'och kerak bizga. Pix tasavvur qilyapsan, maksimalni yog'och kerak. O'shancha olish kerak men bu yerda. Men bu narsalarni. Hamma narsani tashlab hozir okeanga bir harakat qilib ko'raman obunachilar. Qani nima narsa bo'lar ekan, ya'ni qayg'asiman hozir o'sha tarafga qarab suzib boraman. Agar zo'r resurslar olib qocha olsak, akulalardan juda zo'r bo'ladi. Olib qocha olmasak ham baxtimiz peshonamizdan ko'radi. Tushunarli. Mana bu narsalarni ham. Ha, siz shu balalar olib qochish bilan harakat qiling, olib qochish bilan. Men ungacha mana bunaqa masalan hamma kerak narsalarni sundukka solib qo'ying, zaifmi? Tushunarli. Xo'p. Xo'p, do'stlar, biz davom etishimiz kerak. Chiqdi. Menimcha kechasi zombi hujum qilmaydi, mana shunaqa narsalar hujum qiladi. Baliq qo'yib saqlasa bo'lar ekan, zaifmi? Akulalarni chalg'itish uchun. Ay. Ur, chiqdi. Mayli, urib saqlang uni. Ya do'stlar, qarashni nima qilamiz? Men o'sha aytgan tarafimga yo'l olmoqchiman. Qayiq tayyormanda. Menga boshqa hech narsa kerak emas hozirchalik. Xo'p, qaranglar. Ortiqcha hamma narsamni tashlab ketaman, sababi o'lib qoladigan bo'lsam men yo'qotaman narsalarimni va tayyorman. Qayiqdaligini ko'rdim. Suzyapman o'sha tarafga qarab, ajoyib. Oddiy qayiq berib qo'ysam-chi, Zakboy sizga? Ketyapman o'sha hozir qayiqqa qarab. Xo'sh, tagimda akula yo'qmikan izimdan do'stlar? Raft Survival ikkinchisi bunaqa zo'r deb o'ylamagan. Ay. Xo'p, suv tagiga tushyapmiz biz. Nafas yetmayapti, nima qilsak bo'ladi? Voy. Bolalar, to'g'risi kega borishga bordik, nafas yetmayapti. Nafasimizni saqlash uchun nimadir kerak Pixjon bizga. Nafasni saqlash uchun. Bundan nima farqi? Zakboy ona bilan allambalo so'zga bo'lardi. Mana qarab o'tiribsan. Bilmayman, shu solishga harakat qilib. Kitobdan ko'r, kitob. Kitobdan ko'raman. Ha, u anaqa loy poylarni qilsa bo'lar ekan, unda to'xtangchi, loy poy solib kiraychi. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Qarmo, xo'p. Ana blaster bilan ularni topsa bo'lar ekan. Xo'p, tushundim men. Ya'ni biz timeset mana Zakboy, qarang nima tayyorlayapti. Loylardan tayyorlab o'g'it olibdimi, nima bilan? Jili ekan bu. 1 daqiqa, do'stlar, mana. Timeset dey qilamiz. Qaranglar do'stlar. Va endi kunduz kuni bo'lsa nimadir o'qib kelishni boshlaydi. Mendan ko'ra sizlar yaxshi bilasiz. Ular ish pishingini deydi-ku, u allambalo kopper dast. Bo'ldi. Sunduk kelishini kutamiz. Pixjon atrofimizda sunduk kelsa zo'r bo'ladi. O'zi kutib turaylik, sunduk o'qib keladi-yu o'zi. Ay, buni qanday yoqishni o'ylayapman-da men. O, ana. Tak, uni keyin yoqish kerak ekan. Uni qanday yoqamiz? Ichida nimadir bormi buni Pix? Hop, to'xtaymi? Tugma qo'yayman ikki yoqish uchun bunga. To'rt tarafga eshiklar bor ekan, bunacha qandaydir. O'sha tarafga qarab borishimiz kerak. Boringchi. Bu nimadir spawn qiladi. Ay, spawner ekanda bu. Da, spawner. Spawner ekan akalar. Kemaga qanaqadir qilib tushish kerak-da, Pixjon kemaga nafasimizni zo'r ushlab turish uchun nima qilsak bo'ladi? Akula. Kelopti. Gelopti. Akulani ushlash iloji bormi ekan, tog'alar?
Lava yaratyapman. Lava. To'ten ketmadi. Tamam ket. Ana shu nima ketma bilan saqlaylik bunga. Ketma bilan urib saqlang Zaykboy. Ushlab bo'lmayapti, Ha, patpish. saqlab bo'lmasa ekan. Lava chiqibdi Zaykboy. Lava. Mana qalay lava. Suv ham yaratamiz. Mashga tosh ferma qilay Zaykboy. Qo'chi mashga tosh ferma qilib yuboraman. O'ldiradi. Kalamush. O tosh ferma qilaman qo'shib. Dengiz tagiga tushib ketdim. Yoningga tepa qil. Yonimga hos. Xeyri. Mana o'lib bitasi. Menga bir tosh kerak-da, Tosh yo'qda hozir toshni qayerdan topamiz? Loy bor. Sundukda bor ekan. Sundukdagi loylarni oldim. Sunduklar kerak-da, pekishon sunduk o'qish kerak bizga, sunduk. Oh. Tosh. Yonibdi. Tosh yaratdim Zayk. Yonibdi emas, bitta kirka topgin endi bor. To'xtay qochinchi mana shu apparatni qo'yib ko'ray. Bo'lmayapti. To'xtay qoch. Mana sundukdagi narsalardan esa kirka, sundukda narsalar bor-ku. Bo'ldi. Esattir mana to'g'ri. O, mana sindiropti. Yonolma. Maylar yonib ketadi, to'g'rilar. Yonib. Kerak. Loy blok qo'yish kerak-da sherga yoki tosh qo'y. Tosh qo'ydim. Mana. Asta o'tasa o'zi tosh VIP bo'lar ekan bizda. Xo'p, sen toshlarni olaverasan. Menga bitta bolta esa ber, daraxtlar bilan shug'ullanay, bolta esa ber. Siraz. Mana sundukka soldim. Oh. Bil, sen qarab tur. O'zi mexanizmlarni yes qilaman, o'tirmang. Buncha Pix'da IQ'si juda zo'r, o'shaning uchun ham biz Pix'da ustoz shogird qilganman, Pix o'rgatishganda. Hozir mana orqali team ham yetsa bo'lar ekan, faqat qiyin. Shuning uchun ozgina team yaratib narsalar hopper yasa bo'ladi. Tosh boshlar uchun. Nice. Men hamma narsadan olayman. Buncha hamma daraxtda va o'rniga ekib qo'yamiz agar sapling tushishi bilan ulardan. Xo'p, hozircha daraxtlar shulardan iborat edi. Ajoyib, nice. Bizga bu nimaga kerak hozir? Kerak yo'q deb o'ylayman. Sen sundukka hamma narsalarni solaman. Menga hozircha kerak emas bular. Mana bu kerak. Bu ham kerak emas. Kitob kerak agar yana sapling tushishni kitobda yana nimalarni yozibdi kitobda. Kitobda keyin zaifpanim bor ekan. Baliqlarni saqlaydigan narsa bo'ladi. Mana bu tosh paydo qilmayapti-ku. Tosh nima dedi? Sundukda. Oho. Dastlab mexanizmni haqiqatan Pixchon zo'r yasayapti. Pixchon ukamiz. Akula bu narsalar uchun bitta solishib kelaman. Bor, boshqa bir normal mexanizm yo'q. Yesa bo'larmi ekan? Toshlar endi bizda VIP. Sapling. Nano yasang, bir. Yasang sanaqa. Mana bunaqa narsa yesa bo'ladi, mana Zaykboy qarang. Ashga qo'yaylik, tamam. Zombilar uchun-da. Zombi yo'q-ku bizda. Bilmayman, o'sha qandaydir qilib yaratsa bo'lardi. Voy, akula keldi. Xo'p, podpishchilar ko'ryapsizlar, bizani vaziyatda biz maksimal o'ynaymiz. Deyarli 6 ta saplingimiz ham bor. Xo'p, obunachilar, o'ldirar ekan bu. Tepaqa o'zingda tepaqa o'lib qolaman, tepaqa. Nimaga? Suv tufaydan paydo bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Do'stlar, ko'rdilaring, videoning birinchi qismini shu joyda tugatamiz. Biza ikkinchi qismini olaylikmi va shuni sizlarga tashlaylikmi? Raft Survival'da ikkinchi qismini. Hozirchalik chiqdi, nimadir chiqdi.
chiqdi, urma. O Izmirot. Va bolalar tepaga ikkinchi qismda zo'r inshootlar qilaman. Sizlarga va'da beraman. Sizlar bilan Zaik boy bo'ldi. Pekchon xayrlashib qo'y obunachilar bilan. Hammaga xayr obunachilar.